Master 22 plus 22 yozmish kitobimiz. 20-variant. 43. Hop, o'qing. Issiqxona sharoitida o'stirilgan diploid gulli o'simlikning changdonlarida kechgan mikrosporogenez va erkak gametofitining rivojlanishi o'rganildi. Hop. Dastlabki mikrosporazitlarning 75% meyozga kirishib, mikrosporalar hosil qildi. Hop. Yetilgan mikrosporalarning 60% chang donalariga aylandi. Hop. Chang donalarining 80% da generativ hujayra shakllanib, Hop. ularning har biridan ikkitadan spermiy rivojlandi. Hop. Barcha spermiylarning yarmi qo'sh urug'lanish jarayonida qatnashdi. Hop. Urug'lanish yakunida 1440 ta endosperm hosil bo'ldi. 1440 urug' degani. Ushbu endospermlardagi xromosomalarning umumiy soni 103680 tani tashkil etadi. Yaxshi. 1440 ko'paytirilgan 3n teng necha? 680. N teng hisoblab oling. 103680 ni oldin 1440 ga keyin 3 ga bo'ling. Yigirma 4. 2 n teng 48. Hop. Adi o'qing. Ya, bo'ldimi? Bo'lmasa ishlaymiz. Urug' sperma ketma-ketligiga o'tamiz. Hop. Bitta urug'dan ikkita sperma 1440 tamizdan 2880 ta. Va bu spermiylarimiz bizda necha foiz? 50%. 100%imiz necha? 5760. Nima u? Jami spermiy. Hop, spermiy generativ hujayra birato'la changga o'tib ketaman. Spermiy chang. Ikkita spermiydan bitta chang. 5760 tasidan 2880 va bu changimiz bizda 80%. 100%imiz. 3600. Bu nima bu? Jami chang. Hop. Endi chang mikrospora ketma-ketligi. Birga bir. 3600 ga 3600 bo'ladi va bu bizda 60%. 100%imiz 6000. Jami mikrospora. Hop, endi mikrospora to'rttasidan bitta. 6000 tasidan 1500 ta. Va bu bizda 75%. 100%imiz Aslan man so'rayapti. Qolagan so'rasin. Changdonlardagi dastlabki mikrosporazitlarning barchasida jami nechta xromosoma bo'lganini aniqlang. 2000 ni ko'paytiramiz. 2nimiz 48 ga. Besa. Generativ hujayralarning bo'linishidan hosil bo'lgan barcha spermiylardagi xromosomalarning umumiy sonini aniq hisoblang.
Jami spermi nechta dedik? 5760 tami? Xo'p, ko'paytiramiz uni. Spermida to'plam xromosom sonini so'rayaptimi? 24 ga. 5760 ni 24 ga ko'paytirsak, 138.240. S. Chang donasiga aylanmagan mikrosporalarda jami nechta xromosoma mavjud bo'lganini aniqlang. Xo'p, bunday yozamiz. Jami mikrospora 6000 ta. Qatnashgani 3600 ta. Ayirasak 2400 qatnashmagan. Xo'p, chang donasiga aylanmagan mikrosporalardagi nimani so'rayapti? Jami nechta xromosoma mavjud bo'lganini aniqlang. Biz 24 ga ko'paytiramiz. 2400 ni 24 ga. 57.60. Bo'ldi. Tez ishlab oldikmi? Shunaqa osonmidi bu? 43 oson edi. Ozgina.